Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan uy sharoitida yumshoq tvorogli pirog tayyorlaymiz. Buning uchun idishga 3 ta tuxum, 1 piyola shakar solib, minchik yordamida yaxshilab aralashtirib olishimiz kerak. Aralashmamiz bir xil massa holatiga kelishi kerak. Shundan so'ng ustiga xona haroratida eritilgan 400 gram sariyog'ni solib, yana aralashtirishda davom etamiz. Agar sizda mikser bo'lsa, mikserdan foydalansangiz ham bo'ladi. Bir xil aralashma bir xil massaga kelganidan so'ng ustiga 1,5 stakan qatiq solamiz va yana aralashtirishda davom etamiz. Aralashmamiz bir xil massa holatiga kelgunga qadar aralashtiramiz. Shundan so'ng ustiga 5-6 stakan un, 20 gram razixitzel va ozgina vanilin solib, yumshoq, qo'lga yopishmaydigan xamir qorib olamiz. Xamirimizni tindirishga qo'yamiz. Bu orada nachinkani tayyorlaymiz. Nachinka uchun 1 kilogram tvorog, bitta tuxum, 1 stakan shakar va 1 pachka vanilin kerak bo'ladi. Hammasini yaxshilab qoshiq yordamida aralashtirib oldim. Siz agar blenderingiz bo'lsa, blenderdan foydalansangiz ham bo'ladi. Aralashtirib olganimizdan so'ng olib qo'yamiz va tindirishga qo'ygan xamirimizni olib, xamirimizni ikkita bo'lakka bo'lamiz. Bitta katta va bitta kichkina bo'lakka bo'lib zolachalar qilib olamiz. Katta bo'lakka bo'lgan xamirimizni yozib olamiz, un sepib, dastavval listga moslab pergamin qog'oz qirqib olamiz va shuning ustida xamirimizni shunga moslab yozamiz va listga joylashtiramiz. Chetlarini bir xilda qilib tekislaymiz va tayyor nachinkani solib, tayyor nachinkamizni hamma joyiga bir xilda qilib bir tekislikda yozib olamiz. Endi ustki qismiga o'tamiz. Usti uchun olib qo'ygan xamirimizni yozamiz. Bir xil qalinlikda bo'ladi va uzun-uzun tasmachalar videoda ko'rsatilgandek qilib kesib olamiz va videoda ko'rsatilgan shaklda terib, panjara ko'rinishida terib chiqamiz. Ustiga bitta tuxum sarig'ini surib, men bezak sifatida oq kunjutdan foydalandim. Kunjut sepamiz va 200-250 gradusda qizgan pechkada 25-30 minut davomida pishirib olamiz. Juda ham barakali pirog bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ring. Videoim yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang va albatta kanalimga obuna bo'lib qo'ying.